bu yil Urgutliklarni sizlarni yillaringiz ko'raman. Chunki Urgutni hamma joyida mana shunaqangi bir katta obodonchilik ishlari, qurilish ishlari bajarilyapti. Hozir bu yerdan oldin ko'prikni ochilishini qilib keldik. Shu yilning o'zida 5 ta ko'prik qurilyapti Urgutning o'zida, 5 ta. 3 tasini mana bugun ochib berdik, 2 tasini yana bir haftadan narigilarga ochib berdik. Bundan tashqari maktab, bog'cha, suv, yo'l. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Barchalaringizni shunday ajoyib bozorni ochilish marosimiga tashrif buyurganlaringiz uchun avvalo rahmat deymiz. Yaqinlashib kelayotgan mustaqilligimizni 35 yillik munosabati bilan, bayram bilan tabrik muborakbod etamiz. So'z navbatini Boboyev Aziz Muzaffarovichga, Samarqand viloyati hokimiga marhamat qilib taqdirlab o'tasiz. Marhamat qilib. Ketdik. Mana shu yerda shunda eng ishbilarmon ham bo'ldi, eng saxovatlarigina bo'ldi, hamma tomonlama bo'lgan eng zo'ri.